5 harfli so'zdan o'ynaymiz. Bu senin so'zing, bu mani so'zim. Boshla. Boshlab. A. Yo'q. Hop. A. ya. A yo'q. U. Yo'q. U yo'q. U. U yo'q. O. Ikkinchisi. İkincisi O. 5 harfli ikincisi O. Yaxshi. O. O. Hop. Birinchisi. Ne. Ne yo'q. Qani ikkinchisi O, to'g'rimi? Hop. Ne. Yo'q. M. Yo'q. R. Yo'q. E. Yo'q. I. To'rtinchisi. To'rtinchisi O, I bo'libdi. Yaxshi. I. Yo'q. M. Yo'q. U. To'rtinchisi. Siz shunaqasizlar o'ylayapsiz. U. R. Yo'q. Hop. T. Yo'q. T. Yo'q, T yo'q. L. Uchinchisi. Oli bo'libdi. O sizda U. O. B. Yo'q. X. Birinchisi. Xolis. O'tkazib yuborsiz endi ma'noda. Xoli bo'libdi. Hop. L. L yo'q. Q. Oxirgisi. Xoliq. Men shunchaki zo'r o'ynayman-da. Nima edi? Ochko'z. Z demoqchi edim-ku. Aytish kerak. Oylama mani, yuragim seni deb yonadi hali.